Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz o'zimiz seximizdan qisqacha video qilib o'tamiz. Bu yerda gazabli narxlarini sizlarga yoritib beramiz. Polni seximiz polni yangilangan holatda. Hozir shu katta avtomat liniyaga o'tdik. G'ishlarimiz ham o'ta idealniy darajada chiqyapti. Tushlar mumkin, joylari, qattiqliklari va razmerlari o'ta ideal holatda. Hop, manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lyapti. Bugun sizlarga polni gazabloydi. Hop, apparatlari-yu, narxlari-yu hammasini aytib o'taman. Ko'rib turgan gazabloylar o'sha 2 kun bo'ldi qo'yilganiga. O'sha chiqib qurishga tayyor bo'lyapti, sotuvga tayyor bo'lyapti. Bu gazabloylar qattiqliklari o'ta qattiq holatda. Har biriga 10 kilodan sement tushgan bu gazabloylarni. Turishini qaranglar. Idealniy. Mana shunaqa katta razmerdagi qoliplarga o'tdik. Polni apparatlarini yangiladik. Mana tevasidan, o'rtasidan, tagidan avtomat reska o'zi kesib beradi. Ikkitadan avtomat reska qo'yilgan bularga mana. O'ta idealniy darajada birga bir razmerni qilib kesib beradi bu yerda. To'g'ridagi o'shalki, mana bu ikkita sushulkamiz bor. Sushulkani ham o'ta dahshat qilganmiz. Mana ustilarini polni polistirobloyda loydan bombos qilib tevasiga polni tashalgan, tashqariga umuman issiq chiqib ketmaydi. Yonlari o'sha gazabloyda urib ko'tarilgan qolip bortlari. Avtomat reskamiz, bu avtomat reskamiz bir razmerdan 30 gacha kesib beradi. Razmerni o'ta idealniy darajada qilib beradi. Millimetrgacha buni to'g'rilab ishlasangiz bo'ladi. Bu o'sha miyasi o'sha avtomat reskamizni bitta knopka bilan o'zi avtomatik kesib tayyor qilib beradi. Mana shu razmerlar polni 1 dan 30 gacha siljiydi. Bunisi mana tevasidan, o'rtasidan va tagidan kesib beradigan avtomat reska bo'ladi. Sushulkamiz mana sushulkamiz 50-60 gradusgacha isiydi. Mana o'sha terlar par chiqyapti. Mana parda qaranglar. Buning ichida 14 soat, 12 soat gazabloylar pishadi mana sushulkan ichida. Buni ham tevasiga o'sha polistirolon qilib bosildi. Yo'llari o'sha gazabloydan umuman tashqariga havo chiqib ketmaydi. Ichkariga propanli pushka yoqamiz. O'ta ham zo'r holatda isiydi. Tandirdan chiqqanday pishishga o'xshab chiqadi gazabloylar. Holatlarni o'zlaringiz ko'rib baho beraverasizlar. Va o'sha shokolad turibdi bu loylar. Burchaklari, razmerlari chotki holatda. Hop, narxlarga keladigan bo'lsak, 18 ming so'mdan Farg'ona ichiga dastavka qilib beramiz. 18 ming so'mdan, joyidan 17 ming so'mdan yuklab beramiz mashinalarga. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. O'sha narxlarimiz o'sha eski narxlarda, oshirganimiz yo'q. O'sha narxlar ushlab turibmiz. Qo'shimchalari alyumin pudra, kalsiy soda, fibrasi bor. Mishalkan onda turib fibra qo'shiladi.